tushiringlar. Yo'q, chap osal. Ehtiyotliroq bo'linglar. Nima bo'pti. Hammaga salom do'stlar. Men notim Kompot. Soat nechi? Soat ertalabki 6. Men uyg'onib ketdim. Ko'chadan kimdir baqiryapti. Tushunmayapman kim baqirayotganini. Shuning uchun nima bu? Kim bu? Men yosh bo'laman. Sen yuklovchimisan? Menga yordamlashib yuborani. Yo'q, men yuklovchi emasman. Sen kimsan? Men yosh bo'laman. Men shu o'nchalar olib kelgandim. Xo'p, nima qilish kerak? Qanaqa yosh bola? To'xtab tur. Sen hech kimni yo'qotib qo'yganing yo'qmi? Yo'q, men hech kimni yo'qotib qo'yganim yo'q. Oying qani sani? Ading qani? Tushunmayapman men. Keyin nimaga ertalab 6 dan bu yoqqa baqiryapsan? Voy, men hech kimni yo'qotib qo'yganim yo'q. Mana shularni menga yordamlashib bor, mana shu o'nchalarni olishga. Mana shu o'nchalarni sizlarni qishloqligiga olib keluvdim. Men eng boy yosh bo'laman agar bilmasang meni. Yo'q, seni bilmayman. To'xta. Sen eng boy yosh bo'laman deysanmi? Vorosinamanmi pampers oltindan almazli. Ha, men eng boy yosh bo'laman. Menga sizlarni qishloqliklarni maqtash, o'shaning uchun mana shu yoqqa eng ko'p juda ham zo'r o'nchalarimni olib keldim. Ko'p qaragin ko'pligini. Rostdan ham ko'p ekan. Bo'pti, senga yordamlashib yuboraman. Yordamlashib yuborish kerakmi senga? Ha, rahmat. Keyin meni savollarimga javob berasan. Otoning qanisan? Nimaga sen boy millioner bo'lib qolgansan o'zi qanaqadir qilib? Keyin nimaga ertalabdan unaqa baqiryapsan? Tushunmadim men. O'shaning uchun hammasini aytasan. Bo'pti. Mana masha qo'ygin. Mana masha bo'ldi, urmagin meni. Ochkilaringdan sani. Qaq qo'yib o'nchalarni endi. Mana uyim yoniga qo'yib qo'ysang yaxshi bo'ladi. Mana senga almazli ish qilayotganingga qaragin, ko'pligini almazlarimni. Bilasan, men qattamnaqa ko'p almaz olganman. Yo'q, qanaqa o'zi sen boy bo'lgansan? Men bilasanmi? Yo'q, bilmayman, tezroq ayta qol. Menga juda ham bitta zo'r odam keldi. Hamma o'nchalarimni sotib oldi. U kolleksioner ekan, o'shaning uchun juda ham qimmatga sotib oldi o'nchalarimni. Yaxshi. Menda eng zo'r o'nchalar bor ekan, o'shaning uchun juda ham qadrli o'nchalar bor ekan, o'shaning uchun juda ham qimmatga o'nchalarimni sotib oldi bitta odam. Sen zo'r ekansan, o'shaning uchun menga yordamlashaman. Bolalar o'yingohi ham qurish bor, menga bitta gachel yoqmayapti-da. Xo'p, lekin men ishlarim bugun juda ham ko'p edi. Mana senga almazlar, menga yordamlashib yuboring. Menda bunaqa narsalardan juda ham ko'p. Bitta kolleksioner juda ham qimmatga narsalarni sotib oldi-da. Shuning uchun hamma o'nchalar oldim. Bo'ldi, unaqa tashlamagan almazlaringni. Kimdir o'g'irlab ketmasin. Bo'pti, mana shu qaq quramiz. Bilmadim, o'zingiz ayting qaq qurishimizni. Qaq qursa bo'lar ekan. Sen qum o'ynashni yaxshi ko'rasanmi o'zi? Albatta, hamma yosh bolaga o'xshab men ham qum o'ynashni yaxshi ko'raman. Bo'lmasam, hozir mana shu yoqqa qursa bo'ladi, hozir senga ko'rsaman. Bo'ldi, agar senda narsalar bo'lsa, bolalar o'yingohini qurishga bo'pti, quraveramiz, farqi yo'q menga. Bo'ldi. Mana shunaqa bloklar bor menda, mana shulardan quraveramiz. Mana qumlarni qaranglar, izumruddan, olmozdan. Rostdan ham eng boy yosh bola ekansan. Aytdim-ku senga. Bilasanmi, men nimaga ota-onam yo'q hozir? Yo'q, juda ham qiziq qotdim o'sha savollarim. Nimaga o'zi ota-oning qani? Yo'qotib qo'ydingmi sen? Yo'q, men ulardan ko'chib ketdim. Meni pulim ko'p edi, o'shaning uchun uy ham sotib oldim, o'shaning uchun ko'chib ketdim ota-onamdan. Voy, qanaqa qilib? Mayli, menga qaragin, mashkirka berganing menga. Eng zo'r kirka berib qo'yibsan-ku menga. Sotib oldim men, esimda yo'q, hech pul sotib olganim lekin. Mana shu yoqqa qo'yib qo'ysan, mana yoqqa zamin qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, chiroyli bo'ldi, hammasi zo'r bo'ldi. Mana kirkani qaranglar, lekin do'stlar, shunaqa qimmat turadi. Bu eng zo'r kirka-yu. Qattamnaqa yosh bo'ladi, tushunmayapman. Mana zo'r bo'ldi, mana shu yetadimi? Yo'q, kichkina-ku bu, vashi kichkina-ku yoqmayapti menga. Ko'proq kerak, kattaroq kerak menga. Ikkinchi etaj quraylik. Ikkinchi etaj deysanmi? Voy. Iltimos.
Ikkinchi etash mayli qurishni boshlaymiz bo'lmasam. Kacheli ko'ring menga kacheli. O'z kacheli qurmoqchi edim sanga. Kachelani eski dostonum, o'shaning uchun kacheli quraman sanga. Qanaqa yosh bola bo'lib ota-onasidan ko'chib ketishi mumkin. Qanaqa qilib shuncha pul bo'lishi mumkin. Rostdan ham shunaqa kolleksionerga sotganki. Xo'p, mana mashinani quramiz. San nasli bormi? Anaqa kirkami nimadir bilan qazishga yana kerak bo'lib qoldi menga. Ha, bor mana. Almazning kirka bor. Yaxshi, almazning kirka mashlarni kerak emasini pis tashlaymiz. Lopatasini ko'rdinglar mana qizilning juda ham zo'r ham almazning kirkasi bor ekan. Mana mashina qurib qo'yamiz bo'lmasam chiroyli qilib. Bo'ldi, почти tayyor bo'ldi. Hozir men yoqqa nimadir qo'yib chiqamiz yana. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Yana qara, men yiqilishim bunaqa narsalardan. Bo'ldi, men juda ham xavfsiz quryapman. Sen yiqilib tushmaysan, zo'r kacheli qilamiz. Bo'lmasam mana yaxshi chiqibdi botdan. Mana shunaqa narsalar qo'yib chiqolman bo'ladimi? Farqi yo'q, san narsani bu yoqqa izumrudlar qo'yib chiqamiz. Bu yoqqa lotka qo'ysa ham bo'ladi, yo lotka qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Yo, lotka sig'maydi bu yoqqa. Bunaqa bunaqa tushib ketishi mumkin. Bunaqa o'zi tushsa bo'ladi, lekin lotka bu yoqqa sig'maydi. Qancha lotka qo'ya olmaymiz. Bo'ldi, zo'r bo'ldi hammasi, zo'r bo'ldi. Ana, bo'ldi. Endi sanga gorka tayyor. Mana mazza qilib o'ch. Rahmat kattakon, menga juda ham yoqdi. Zaryadka bormi yana senda? Zaryadka bor. Nimaga o'zi zaryadka? O'yinchoqli mashina bor edi, o'shani qilib qo'yish kerak edi zaryadka. Voy, nima bu qanaqa o'yinchoqli mashina? Qo'y mashina-yu bu. Batareyaga qo'yish kerak edi, menga sotib juda ham ko'p batareya ketadi deb aytuvdi. Qancha zaryadka so'rab turdim. Qanaqa batareya aldashgan sani qayerdan olding o'zi? Oldim-da magazindan shu narsani, shu mashinani. Bu haqiqiy mashina-yu, sani aldashibdi. Bu benzinda yuradi, batareyada emas, zaryadkada emas. Qani o'tirib ko'raychi. Juda ham yoqdi. Niye olding o'zi? Prosta pulim bor edi oldim. Haydama, o'zi senda prava bormi? Qanaqa prava? Meni kuldirma. Men yosh bo'laman, men tushib qolaman o'zim. To'xtatsan ham pravim bo'lmasa, vashshi haydamagan. Haydama, xo'p, pravim bo'lmasa, mayli bo'lmasa, mana mashina ol, magazinga sotib olgan, bunaqa haydamagan. Senga podarka bo'lmasam, podarka, mayli, rahmat kattakon, podarka. Lamborghini podarka qildi-ya. Rostdan ham sen juda ham millioner yosh bo'l ekansan. Men pamperslaring oltindan, almazdan даже ochkilaring. Sen ham boy bo'lyaptimi? Mana senga sog'ilib beraman hozir. Sen ham boy bo'lasan menga o'xshab. Menga juda ham ko'p narsalar berding, mashina, almazlar. Sen yana qanaqa ishlaysan? Men fermer bo'lib ishlayman. Bo'lmasam menga mana shu narsani olgin, keyin menga almazning kirkani bergin, menga juda kerak bo'pti. Ol. Mana sanga, kerak bo'lib qoladi sanga. Mana ham sanga. Fermer ekansan-u. Bu yosh bola, rahmat senga kattakon. Men juda ham oldin bunaqa narsalarni ko'rdim, juda ham qimmat bo'lsa kerak-a. Bu bilmadim-u, lekin menga mashinaga podarka qo'shib berishgan. Keyin bunaqa izumrudlar bor, izumrud beraymi? Izumrud. Bola, yosh bola. Bunaqa baqir urmagin, bu yerda o'g'rilar bo'lishi mumkin. Sen bo'li yosh bo'lasan, sendan o'g'irlab ketishadi yoki aldab ketishadi. Rostdan ham. Bunaqa baqirib yuravermagin, izumrud deb. Yana sen meni narsalarimni o'zingga olib tura olasanmi? Xaridnik qilishga, keyin menga beraverasan, chunki mendan o'g'irlab qo'yishi mumkin-ku. Men bilmayman qayerga qo'yishlarini, pullarni. Mana senga izumrudlar senda turib tursin, keyin sendan olaman. Bunaqa voy. Menga yaxshi berding, lekin boshqalarga berganda aldab ketishi mumkin edi. Bunaqa hammaga beravermagin, qayerqa ishlatishni bilmaysan pullarni. Mana shu senda turib tursin, keyin olaman mana shu. Bankim bo'lib turgan, men bilmayman-da qayerqa joylashish pullarning nima bo'lishini.
Xo'p, mana bo'lib turadi. Mana shu yerda seyflar bor. Xohlasang seyflarga sol mana. Bo'pti, seyf yaxshi, lekin hamma mana shuncha olaman, bo'ldi. Eng zo'r joyga qo'yib qo'yaman uyimda. Qo'ysam bo'lar ekan. Mana yosh bola shunchalik boy ekan, lekin menga mana shu narsalarni yaxshiyamki menga berdi, lekin boshqalarga berganda aldab ketganda juda ham yomon bo'lardi. Mana shu yoqqa joylashtirib qo'yaman hamma izumrudlarni, keyin seyflarga boshqa narsalar qo'yib qo'yaman. Bo'pti, bo'lmasam nima bu, nima qilib qo'yding? Qara, esini chiqarib qo'ymadi. Shu mana shu qo'yib qo'ydim. Izumrudlar shotda. Nima bunaqa qo'yma. Bunaqa qo'ysang kimdir rostdan ham yo'q kelishi mumkin, kimdir o'g'irlab ketishi mumkin. Mana narsalarni ham buzib tashlagan. Izumrudlar shotda qo'yib qo'yganingni. Bunaqa qo'ymagin, men olmoslarni olib tashlagan. Rostdan ham to'g'ri aytasan. U yomg'ir boshlandi уже. Mana shu izumrud botni qo'yib qo'yganini qaranglar. Bo'pti, menga yordam berib tur, menga har kun yordam bergin. Men senga 20 ta stak olmazdan beraman agar meni yordamchim bo'lsang. 20 ta stak deysanmi? Menda juda ham ko'p pullar. Voy, yosh bola lekin. Bo'pti, mayli, senga yordam berib turaman. Bo'pti, men bo'lmasam ketdim. Men birpas aylanib kelay. Bo'pti, yosh bola, senga kattakon rahmat. Senga ham rahmat kattakon. Bo'pti. La. Voy do'stlar. Shunchalik ham boy bo'ladimi shu yosh bola? Bo'lmasam bugun men yosh bolaga yordamlashdim. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Komment yozib qo'yinglar do'stlar. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar.